Xalqimiz orasida bir ajoyib gap bor. Jinim suymaydi bu odamni, jinimizga to'g'ri kelmaydi, yoqmaydi. Nimaga shunaqa bilasizlarmi? Sahih Muslimda Abdulloh ibn Mas'ud radhiyallohu anhu bobomizdan rivoyat qilingan hadisda Payg'ambarimiz alayhissalom marhamat qilib, sizlardan kim bo'lmasin unga jinlardan va farishtalardan bir sohib vakil qilingandir dedilar. Shunda sahobalar sizga ham yo Rasululloh deb so'rashganda, ha menga ham. Lekin Alloh menga yordam berdi, sohibim musulmon bo'ldi, u meni faqat yaxshilikka buyuradi deya marhamat qildilar. Shu hadis sharhida ulamolar aytadilarki, o'sha insonga biriktirilgan sohib farishtaning ozuqasi, o'sha inson qilayotgan solih amallari bo'lsa, sohib jinda ozuqasi esa qilayotgan gunoh amallari bo'ladi. Agar bir inson Allohga itoatsizlik qilib yursa, undagi sohib jin kuchayib ketadi. Natijada sababsiz asardan keyin yurak siqilish, oila davrasida uzoq o'tira olmaslik, bir inson bilan ham uzoq muloqot qila olmaslik, arzimagan sabablar bilan janjallashib ketish, ibodatlarda toliqish, og'irlashish, sababsiz vaqtlarini surishlik, shunga o'xshagan muammolar paydo bo'ladi. Shuning uchun solih amallarni ko'paytirsak, bizdagi sohib jin zaiflashadi va ibodatlarda ham, tashqi muloqotlarda ham qiynalmaymiz. Vallohu a'lam.